bozor ortidagi kuchni o'qish san'ati, ya'ni Kindledagi ma'lumotlarni o'qish san'ati. Shu mavzu doirasida bugun gaplashamiz. Kechagi harakatni, to есть kechagi Kindle teoriyani bugungi institutsional ko'rinishda davomiy qismi bo'ladi. Demak, boshladik. Sizlar bilan gaplashadigan mavzularimiz shu qismdan iborat. Birinchi o'rinda kirish qismini gaplashamiz, ya'ni institutsional shamlar nimaga kerak, nimaga yaratiladi va nima maqsadda bozorda biza shu shamlar orqali ishlashimiz kerak. Va bozorda bank manipulyatsiya elementlari ichida eng kuchli element bo'lgan strong flow shami, ya'ni kuchli flow utility mavzusi bo'yicha gaplashamiz va flow shamiga hosil bo'lishga harakat qilgan 50% ish bajarilgan attempted flow shami haqida gaplashamiz. Ya'ni attempted flow utility va negation mavzusi bor bizda, ya'ni inkor qilish, bozordagi ma'lum bir narxni inkor qilish, negation haqida gaplashamiz va undan keyin birinchi hosil bo'lgan strong flow bozordagi eng kuchli setaplardan birini отказ qiladigan, to есть negate qiladigan mavzu haqida, ya'ni flow negation haqida gaplashamiz. Bank manipulyatsiyadagi eng kuchli elementlarni xudo xolisa bugun sizlarga amaliy va teoriya qismini xudo xolisa tanishtirib o'tamiz. Oxiri xulosa bilan prezentatsiyamizni yakunlaymiz, ya'ni bizda nazariy qismi shu bilan tugaydi va amaliy qismiga o'tamiz. Nimaga boshladik? Institutsional shamlar bozor ortidagi kuchni o'qish san'ati. Bozorni ko'pchilik grafik deb o'ylaydi, ya'ni chartni faqatgina Kindle'dan bir nechta Kindle chartni sifatida ko'ramiz. O'z aslida bu boshqacharoq logika bor bitta. Rangli shamlar, yuqoriga va pastga harakatlar. Kimdir buni bitim ochish uchun signal deb aytadi. Kimdir pattern deb, lekin haqiqat aslida boshqacha. Bozor bu psixologiya emas, avvalo kapital harakati. Yirik kapitalni ma'lum bir hududdan bozorga kiritilganligi va ma'lum bir hududdan bozordan chiqarilganligini izlab, bu bizda umumiy bozor holati deb aytiladi. Sham esa bu yirik kapitallarning, ya'ni o'sha bozorga kiritilgan katta guruhlarni izi o'zidan davomiy doim ma'lum bir pattern ko'rinishda bozorda doim iz qoldiradi yirik kapitallar. Shu qoldirilgan iz bizda institutsional shamlar deb yuritiladi. Ya'ni shu mavzu doirasida sizlar bilan gaplashamiz bugun. Har bir sham ortida kimdir turadi. Ya'ni oddiy trader emas, bu retail emas, katta hajm bilan ishlaydigan fondlar, banklar, likvidlik provayderlari turadi. Ya'ni ular bozorda hissiyot bilan emas, strategiya bilan harakat qiladi. Shuning uchun institutsional shamlarni tushunish bu shaklni o'rganish emas. Ya'ni bizni qanaqadir patternni o'rganmaymiz. Biz bozorda institutsional shamlarni o'rganganda bozorni logikasini o'rganamiz. Imенно logikani tushunishimiz kerak bo'ladi. Bu shaklni o'rganish emas, katta bozor ishtirokchilarini maqsadlarini o'rganishdir. Ya'ni bozorga qilinayotgan rejani o'rganish. Bizda bu institutsional shamlar deb aytiladi. Demak, boshladik. Institutsional shamlar, institutsional candles nima? Candle ma'lum bir vaqt oralig'ida xaridorlar va sotuvchilar o'rtasida bo'lib o'tadigan kurash natijasi hisoblanadi. Ya'ni kim kuchli bo'ldi, kim yutqazdi, qayerda kim tomonidan bosim bo'ldi. Bularning hammasi candle ichida yashirilgan. Kecha bejizgi sizlarga ochilish, yopilish teoriyasini sizlarga tushuntirmagandik. Sababi har bitta candleda ochilish, yopilish teoriyasini mustahkam biladigan bo'lsanglar, bank manipulyatsiya elementlarida har bitta candlening shakllanishini mukammal tushunasizlar. Bu sizlarga candle teoriya juda ham yaxshi ma'lumot bo'ladi, sizlarga ba'zi ma'lumot bo'ladi. Undan keyingi o'tiladigan elementlar, ya'ni bugun sizlarga amaliy tarzda beriladigan va nazariy tarzda berilgan ma'lumotlar ayni candle teoriyaga, ya'ni candlening ochilish, yopilish ma'lumotiga bevosita bog'liq. Hop, demak boshladik. Bizda bozorda bank manipulyatsiyasi uslubida eng mustahkam, eng kuchli ishlab beradigan setaplar bor. Bizda bu strong flow shami deb aytiladi, ya'ni strong flow utility. Ma'lum bir narxni, institutsional oqimni biron bir tarafga yo'naltirishdan oldin, ya'ni bozorda manipulyativ harakatlar amalga oshib bo'lgandan keyin, bozorda likvidlar o'lam bo'lgandan keyin, likvidlar o'lam bo'lgani va yirik ishtirokchilar bozorga kirishga tayinlanayotganini belgisini beradigan sham bizda flow shami hisoblanadi, ya'ni kuchli flow shami. Ayni shu narx hududiga bozor
pretest olgandan keyin bozorda juda katta impulsivniy harakatlar hosil bo'ladi. Ya'ni katta lot hajmlari shu joydan bozorga kiritiladi, katta pul kiritiladi va maqsad qilingan nuqtaga qarab, yaqin likvidliklarga qarab bozor harakatlantiriladi. Bu bizda strong fu shami yordamida hosil bo'ladi. Narx bu avvalo buyurtmalar oqimining, ya'ni order flow'ning vizual ifodasidir. Har bir sham ortida qarorlar, pozitsiyalar, likvidlik ehtiyojlari va strategik niyatlar mavjud. Aynan shu nuqtai nazardan qaralganda flow utility, ya'ni FU shami bizda tushunchasi institutsional tradingni anglashda muhim kalitlardan biri hisoblanadi. Bu bizda fu shamiga berilgan tavsif va ta'rif. Ya'ni fu shami mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni ikkinchi holatda bizda umumiy bozorda ishlab beradigan holatga qaraydigan bo'lsak, bizda high confluence setup bizda fu sham bo'ladigan bo'lsa, bozorda ishlash ehtimolligi yuqori shamlardan biri bo'ladigan bo'lsa, fu shami bizda nisbatan fu shamiga qaraganda pastroq, lekin bozorda mustahkam o'zini o'rniga ega bo'lgan attempted fu shamlari ham bor. Ya'ni bu sham nimaki fu shamiga fu shami hosil qilishi jarayonidagi, ya'ni 50% jarayonda hosil bo'lgan sham hisoblanadi. Ya'ni strong fu hosil bo'lishiga harakat deb aytiladi, ya'ni attempted fu shami. Bu bozorni reversal harakat paytida bozor qarama-qarshiligi, to есть candle o'zi qarshiligiga uchragan payti hosil bo'ladigan shamlardan biri hisoblanadi. Bu shamlarni ko'proq bizda swing high va swing low nuqtalarida ko'rishimiz mumkin. Bozor harakati ko'pincha bir qarashda oddiy ko'rinsa ham, uning ichki mexanikasi bir nechta bosqichdan iborat bo'ladi. Ba'zi vaziyatlarda narx kuchli manipulyatsiya shakllanishiga yaqinlashadi va bu narsaga e'tibor qaratadi. Ba'zi vaziyatlarda narx kuchli manipulyatsiya shakllanishiga yaqinlashadi. Bu holatda manipulyatsiya bo'lish jarayonida bizda ikkala sham, ya'ni strong fu va attempted fu shami doim bir-biriga qarashib, bir-biriga yonma-yon ishlaydi. Bu ikkita element bozorda juda kuchli elementlardan bo'ladi. Ya'ni umumiy olib qaraganda bizda candle pattern hisoblanadi bu. Shamlar shakllanishi ketma-ketligi. Umumiy holatga olib qaraydigan bo'lsak, bizda birinchi holatda attempted fu shami shakllanadi, bozorda likvidliklar yig'ishtiriladi va eng oxirida bizga strong fu shami hosil bo'ladi. Strong fu shami hosil bo'lgandan keyin eng katta kapital aynan strong fu shamidan bizga bozorga kiritiladi va shu holatni biz o'qishni bilishimiz kerak. Amaliy tarzda bu narsa sizlarga ko'rsatiladi. Ba'zi vaziyatlarda narx kuchli manipulyatsiya shakllanishiga yaqinlashadi, ammo jarayon yakuniga yetmay qoladi. Ya'ni manipulyatsiya jarayoni amalga oshiriladi, lekin jarayon oxirigacha yetmaydi. Bu oxirigacha yetmagan jarayon bizda attempted fu shami holatida bozorda o'zini pozitsiyasini saqlab qoladi. Shu holat savdo metodologiyasida attempted fu deb yuritiladi. Ya'ni bu bizga ikkinchi mavzuyimizda attempted fu shamiga berilgan ta'rif. Uchinchi holatga qaraydigan bo'lsak, bizda ikkita shamni aytaylikki bozorda buy side uchun ma'lum bir orderlar juda katta bitimlar kiritilgan paytida ikkala shamni ham inkor qiluvchi sham bor. Bizda bu sham bozorda negation deyiladi. Ya'ni bozorda narx harakatini kuchli inkor qiluvchi sham sifatida aytiladi. Umumiy holatga qaraydigan bo'lsak, negation va full negation sizlarga bugun beriladigan mavzu ikki qismdan iborat. Ya'ni negation o'zi haqida tushuncha beramiz va full negation haqida tushuncha beramiz. Biz umumiy holat bo'yicha qaraydigan bo'lsak, negation o'zi tushuntirish o'tiladi va yuqorida sizlar bilan hozir tushuntirish berilgan shamlar, ya'ni strong fu shamlari va attempted fu shamlarini отказ qiladigan, ya'ni negativ qiladigan shamlar, inkor etadigan shamlar full negation bo'ladi. Ayni shu shamlar haqida gaplashamiz. Endi ta'rifini o'qiymiz. Negation bu harakatni inkor etish degani. Market kontekstida bu quyidagicha ishlaydi. Institutlar narxni ma'lum bir yo'nalishda harakatlantiradi, bu shamni hosil qiladi. Keyingi bosqichda shu harakat rad etiladi. Ya'ni aytaylikki, bizda RJ narxni 4600 dan 4500 ga qarab yo'naltirish edi. Lekin ayni 4610, 4605 hududida manipulyatsiya hosil bo'layotgan paytida strong fu shami hosil bo'lindi.
4602 ga narx kelgan paytida ayni hosil bo'lgan strong fu отказ qilindi, ya'ni negate qilindi bizda. Narx ya'ni 4600 dan narxni 4500 ga qarab ko'chirish inkor qilindi. Ya'ni bu reja qo'llab-quvvatlanmadi. Ya'ni bozorda reja o'zgardi. Ya'ni 4600 dan narxni 4800 ga qarab harakatlantirish ishlari boshlandi. Ayni shu institutsional nuqtai nazardan bizda Candle'da ma'lumotlar shunaqa bizda ko'rinadi. Candle'da ma'lumotlarni bemalol o'qishimiz mumkin. Bizda bu negation sifatida shu ma'lumot sifatida yuritiladi. Keyingi bosqichda shu harakat rad etiladi. Narx qarama-qarshi yo'nalishga o'tadi. Ya'ni shu maqsad qilingan narx navrot tomonga qarab yurishni boshlaydi. Bu oddiy qaytish emas. O'z aslida bu reversal harakat, bu kuch o'zgarishining, bu kuch balansining o'zgarishi sifatida yuritiladi. Endi sizlar bilan umumiy institutsional shamlarni, bozordagi eng kuchli ishlaydigan shamlarni biza uchligini tuzdik. Ya'ni umumiy holatga qaraydigan bo'lsak, strong fu shamlari, attempted fu shamlari va ikkala sham hosil bo'lganda bozor отказ qiladigan, ya'ni inkor qiladigan shamlar haqida gaplashdik. Bizda 3 ta bank manipulyatsiya elementlarining eng kuchli setaplari mavjud. Endi kelinglar sizlar bilan ayni setaplarni vizual ko'rinishida fu shamlar nima, attempted fu shamlar nima, qay tartibda shakllanadi va tartib shakllanishida qanaqa qonuniyatlari bor, shu haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi o'rinda buy side uchun hosil bo'ladigan fu shamlar haqida gaplashsak. Har bir strong fu shami 3 ta asosiy jarayondan tashkil topadi. Bu holat bizda buy side strong fu deb yuritiladi. Bizda bozor agar juda katta bitim impulsivni tepaga qarab kiritilmoqchi bo'lsa, bizda strong fu shami hosil bo'ladi. Ya'ni strong fu shami hosil qilinadi. Buy side uchun ayni hudud bizda strong fu shami deb aytiladi, buy side uchun hosil bo'ladi. Umumiy holatini shakllanishini ko'ramiz. Ya'ni bundan oldingi hosil bo'lgan candle ko'p holatida ikki tomonlama qarshilikka uchragan candle sifatida ko'rinadi. Bu bizda doji shami deb yuritiladi. Ya'ni shamni ko'ryapmiz, candle ochilgan, ikki tomonga qarshilikka uchraganligini ko'ryapmiz. Ya'ni bu yoqdan buy pozitsiyalari bozorga kiritilgan, bu yoqdan sell side pozitsiyalar bozorga kiritilgan, ya'ni candle maksimumida va candle minimumida yaxshigina qarshilik ko'rishimiz mumkin. Va shu qarshilik ko'rsatilgan nuqtalar bizda ya'ni likvid sifatida yuritiladi. Ya'ni bu nuqtada ham bozorga nisbatan katta bitim ochilgan, bu nuqtada ham bozorga nisbatan katta bitim ochilgan. Ayni strong fu shami hosil bo'lish jarayonida bizdagi candle'ni imенно doji candle'imizning low qismidagi candle minimumdagi likvid olinadi. Likvid olinganini bu holatda ko'rishimiz mumkin. X sifatida belgilangan, ya'ni liquidity gap bu narsa teoriya qismida yuritiladi. Ya'ni likvidlik candle'ning pastki qismidan olinadi va candle'ga nisbatan keyingi ochilgan candle'ga nisbatan yaxshigina qarshilik yuzaga keladi va tepada mustahkam yopiladi. Ya'ni umumiy holatga olib qaraydigan bo'lsak, ikkinchi candle'ning high qismidagi likvidlar ham olinadi va bizda ayni shu holat, shu patron bizda strong fu shami deb yuritiladi. Ya'ni fu shamini hosil bo'lishini 3 ta asosiy jarayondan tashkil topadi. Umumiy holatga qaraydigan bo'lsak, candle ochilishi bilan bizda qarshilikka uchragan sell side tomonga qarab yurib birinchi likvidni olishini bizda birinchi qism bo'ladigan bo'lsa, impulsivni tepaga harakatlanishi, bullish market boshlanishi, bizda candle'ni high qismidagi likvidni olishi bizda ikkinchi qismi bo'ladigan bo'lsa, candle mustahkam yopilishi, ya'ni soyasiz qarshilikka uchramasdan yopilishi bizda 3-holat hisoblanadi va bu candle institutsional oqimdagi, institutsional bozordagi yirik kapital ishtirokchilarini ayni shu nuqtada bozorni, ya'ni ayni shu nuqtaga qaytib kelgan payti narx ayni shu nuqtadan yirik kapital bozorga kiritilishidan darak beradi. Ya'ni strong fu sham bizda doim shu holatda shakllanadi. Ya'ni bozor shu nuqtaga qaytib kelgan payti eng katta kapital qismi ayni shu nuqtalardan bozorga kiritiladi va shu nuqta bizda point of interest sifatida yuritiladi. Bu sizlar bilan gaplashgan mavzuyimiz buy side uchun strong fu sham hisoblanadi. Ya'ni kelinglar sizlar bilan ayni holatda naborot tomoni bilan, to есть sell side uchun shakllangan candle bilan gaplashamiz.